Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Bugun sizlar bilan birgalikda tuproqshunoslik fani bo'yicha laboratoriya mashg'ulotini olib boramiz. Laboratoriya mashg'ulotimizni boshlashimizdan avval quyidagi bugungi mavzuga doir bo'lgan ma'lumotlarni bilib olsak. H bu vodorod potensiali, ya'ni vodorod kuchi, ya'ni tuproqning tarkibidagi vodorod ionlarining konsentratsiyasiga bog'liq bo'lib, tuproqning kimyoviy holatini baholashda muhim ahamiyatga ega. pH ya'ni bu eritma, muhitni kislotalik yoki masalan ishqoriylik darajasini ifodalovchi ko'rsatkich sanaladi. Tuproqning tarkibidagi pH muhitini aniqlashning ahamiyati shundan iboratki, o'simliklarning o'sishi va rivojlanishi uchun bevosita ta'sir qiladi. Ya'ni o'simliklar tuproqdan oziq elementlarni o'zlashtirishida, tuproqning tarkibidagi yashaydigan mikroorganizmlarning faolligida va tuproqdagi kimyoviy jarayonlarda va o'simliklarning hosildorligini belgilashda ham muhim ahamiyatga ega ko'rsatkich sanaladi. pH muhitini biz quyidagi shkala bilan aniqlaymiz, ya'ni 0 va 14 sonli raqamlardagi dan iborat bo'lgan shkalada aniqlaymiz. Bunda pH muhiti, ya'ni 7 sonida bo'ladigan bo'lsa, tuproqning tarkibidagi pH muhitini neytral muhitda ekanligini, 7 dan yuqori bo'ladigan bo'lsa, bu ishqoriylik muhitda ekanligini, 7 dan past bo'ladigan bo'lsa, kislotalik muhit darajasida ekanligini aniqlab beradi. Tuproqning tarkibidagi pH muhitini aniqlashning usullari juda ham ko'p. Misol tariqasida aytadigan bo'lsak, indikatorlarda, lakmus qog'ozlarda, laboratoriya sharoitida, dala sharoitida aniqlash usullari bor. Hozir sizlar bilan birgalikda laboratoriya sharoitida pH metr asbobida aniqlaymiz. Bugungi laboratoriya mashg'ulotini olib borish uchun sizlarga ikkita tuproq namunasi misolida ko'rsatib o'taman. Demak, tuproqni pH muhitini aniqlash uchun bizga kerak bo'ladigan asboblardan analitik tarozi, pH metr, tuproq namunasi. Ish tartibini tuproqni o'lchab olishdan boshlaymiz. Analizga tayyor bo'lgan toza tuproqdan 30 gramm tuproq namunasi analitik tarozida tortib olinadi. Tuproq namunalari o'lchanib kolbalarga solingandan keyin ustiga destillangan suvdan 1:5 nisbatda quyishimiz kerak. Ya'ni bu tuproqning og'irligiga nisbatan 5 barobar ko'proq destillangan suv bilan aralashtirib, suvli eritma tayyorlanib olinadi. Kolbalardagi tuproqli eritmamizni sheker asbobida, ya'ni chayqatgichda 20 daqiqa davomida yaxshilab aylantirib chayqatiladi. Va filtr qog'oz yordamida tuproq eritmasi filtrlanadi.
O'simliklarning har xil pH muhitida o'sishining sababi shuki, har bir o'simlik turi tuproqdagi ozuqa moddalarini o'ziga xos tarzda o'zlashtiradi va ildizlari muhitga turlicha moslashgan bo'ladi. Ko'pchilik qishloq xo'jalik ekinlari uchun qulay, ya'ni normal, neytral muhit esa pH 6, 7, 7,5 oralig'idir. Bu ekinlarga kuzgi bug'doy, bahorgi bug'doy, arpa, makkajo'xori, gorох, soya, bodring, salat bargi va boshqa shu kabi ekin turlari kiradi. Boshqa ekin turlarimizdan paxta yoki qovun ekinimizni oladigan bo'lsak, bular 6,5 va 9 pH muhitigacha, ya'ni kuchsiz ishqoriy muhitgacha bo'lgan oralig'da bemalol o'sib rivojlanadi. Choy o'simligimiz esa bularni pH muhiti 4, 4,8 va 6 pH muhitgacha bo'lgan ko'rsatkichda bemalol o'sib rivojlanadi. Chunki choy o'simligimiz ildizlari kislotali muhitga moslashgan bo'lib, temir, marganets kabi ozuqa moddalarini yaxshi o'zlashtirib oladi. Filtrdan o'tgan eritmani olib, pH metr jihozida tekshirib ko'ramiz. pH metr jihozida tekshirishdan avval uni kalibrovka qilib olishimiz kerak. Kalibrovka qilish uchun bu jihozni standart eritmalardan foydalanamiz, ya'ni pH 4, pH 7 va pH 9 darajadagi o'zini standart eritmalarga elektrodlarni tushirib, uni kalibrovka qilib olamiz. Bu esa yana ham aniqlikni oshiradi. Kalibrovka qilingandan keyin birinchi tuproq namunasidagi eritmani olib, elektrodlarni eritmaga tushiramiz. Bunda aralashtirmasdan tinch holatda 30-60 soniya kutib turamiz. Bu oralikda esa pH muhit ko'rsatkichi barqarorlashadi va pH muhit qiymati yozib olinadi. Keyingi tuproq namunasini tekshirishdan avval elektrodlarimiz yaxshilab distilengan suvga botirilib yuvib olinadi. Keyin esa ikkinchi tuproq namunasidagi eritmaga elektrodlar tushirilib, pH muhit qiymati tekshiriladi. Mana hozir sizlar bilan birgalikda bugungi laboratoriya mashg'ulotida ikkita tuproq namunasidan pH muhitini aniqlab ko'rdik. Birinchi tuproq namunamizda pH muhiti 7,17 darajani ko'rsatdi. Bu esa pH darajasi bo'yicha neytral muhitga ega. Agar tuproqlarimizni tarkibida kalsiy karbonat, magniy karbonat birikmalari juda ham ko'p bo'lsa, bular kislotalarni neytrallab, muhitni neytral holatga olib keladi. Ikkinchi tuproq namunamizda esa muhit 784 darajani ko'rsatdi, ya'ni bu kam ishqoriylik muhitga ega. Demak, bu tuproqlarimiz tarkibidagi kalsiy, magniy birikmalari bilan birgalikda natriy birikmalari juda ham ko'p bo'lsa, mana shu natriy birikmalarini ko'p bo'lishi evaziga muhitni yana ham kam ishqoriylikka oshiradi. Demak, bu pH muhit ko'rsatkichini aniqlash o'simliklarni yetishtirishda muhim ahamiyatga ega. Ko'pchilik qishloq xo'jalik ekinlari uchun qulay bo'lgan muhit 6, 6,1 va 7, 7,5 daraja oralig'ida o'sadi. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, tuproqlarimiz tarkibidagi pH muhitni aniqlash bu ekinlar uchun qulay sharoitni yaratish, to'g'ri o'g'itlar normasini tanlash, to'g'ri agrotexnik tadbirlarni olib borish va yuqori hosil olishdan iboratdir.